Davom etamiz. Shu kunlarda hududlardagi mavjud g'alla maydonlarini talab darajasida oziqlantirish, parvarishlash ishlarini qizg'in olib borish maqsadida dolzarb 40 kunlik e'lon qilindi. Shu munosabat bilan Jizzax viloyat o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan ham dala maydonlarida zararkunandalarga qarshi kurashish, g'alla parvarishiga qaratilgan ishlar jadallik bilan olib borilmoqda. Dastlab shu haqda. 2025-yil Jizzax viloyatida g'allachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaligi tasarrufidagi 88.100 gektar maydonida suvli g'alla parvarish qilinmoqda. Ayni kunlarda g'alla maydonlarida sariq zang, begona o'tlar va zararkunandalarga qarshi kurashish ishlari olib borilmoqda. 1000 gektarga yaqin maydonda sariq zang kasalligi uchragan. Buning oqibatlari juda unchalik ham yaxshi bo'lmagan, lekin o'z vaqtida kerakli chora-tadbirlar qo'llab, ishlovlarni to'g'ri maqsadda o'tkazilgani sababli hosildorlik saqlab qolingan. Ayni damda Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi g'allachilik va paxtachilikka ixtisoslashgan 240 ta fermer xo'jaliklarida agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida sifatli bajarilayotgani hosildorlikni oshirishga zamin yaratadi deyish mumkin. Mart oyining sel yog'in kelganligi sababli hozirgi kunda asosan g'allada uchraydigan sariq zang kasalligi xavfi juda ham yuqori. Ushbu sariq zang kasalligi havoning 12-15 gradusdan yuqori bo'lgan paytlarda sporalari uchib g'alla maydonlarini zararlaydi. Sariq zang kasalligi g'allaning faqat bargini emas, balki boshoqlarini ham zararlaydi. Boshqa g'alla maydonlariga ham ziyon yetkazishi mumkin. G'alladagi sariq zang va boshqa kasalliklarga qarshi bizning O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan ruxsat etilgan kimyoviy vositalardan foydalangan holda bu kasallikka qarshi kurashish mumkin. Dolzarb 40 kunlik doirasida Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi Oqbuloq fermer xo'jaligida mineral o'g'itlar mo'l hosil garrovidir mavzusida seminar ham tashkil etildi. Albatta bunday ezgu ishlar zamirida elimiz dasturxoni to'kinligini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi.